gap bo'lishi mumkin emas. 2 sotuv 4 ta xona, Chortoq mahalladan juda ko'pchilik so'raydi. Narxi 90 ming dollar, sразу aytib Xo'p, planirovkasi yaxshi akalar. Butmana hol. Uyimiz kirib yashashga tayyor, yaxshi remont qilib qo'yilgan, kuxonniy mebellarni qoldiraman deyaptilar. Butda mana sanuzelimiz, kattalar yotoqxonasi va mehmonxona. Yaxshi joyi bor, ko'rsam. Ozgina qarab qo'ysanglar, zeleniy zona qilib, chotki hovlimizning orqasida yana bitta hovli. Ikkinchi etajga chiqamiz. Xo'p, ikkinchi etajda etajga chiqurmishizda chap qo'limizda tak kattalar yotoqxonasi va ichkarida o'zini sanuzeli bor. Uni ro'parasida yana bitta xonamiz bor. Okalar 2 sotuv 4 ta xonadan iborat uy bo'lyapti. Tak, narxi 90 ming dollar bo'lyapti. Sunnatiga ozgina o't beriladigan joy bor. Manzil keladigan bo'lsa, Sergeli Yangi hayot Chortoq mahalla. Orientir Berdiyor ota masjidi bo'lyapti. Glavniy darogadan taxminan kirsanglar 300 metr kirasizlar. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uchi bolalar hammaga rahmat.